Malayziya Subanchadan assalomu alaykum hammaga. Bugun juda ham ajoyib kun. Sizlar bilan bugun Malayziyadagi uylar qanaqa bo'ladi, kvartiralar qanaqa bo'ladi va o'zbek studentlari qanaqa joyda turadi, shu haqida gaplashamiz. Bu Suban Avenue degan joy, ko'rib turgan joylar. Shaxsan o'zim shu yerda yashayman. Ayni paytda. Demak, ushbu joy qanaqa, atmosferalari shularni bugun gaplashamiz. Kvartira narxlari qancha studentlarga va shunga o'xshash savollarga ham javob beramiz. Men hozir asosiy orqa tomondaman. Ya'ni main place deyiladi bu joy. Service apartment joyi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunday balandlikdagi joylar. Bu joyning nomi Suban Avenue deb nomlanadi. Bunisi ipyara, bunisi kasetiyara. Ketaveradi, bu yerda shunaqa bo'limlarga qarab ketaveradi. Bu alohida bino, alohida bo'lim, bu alohida joy. Suban Avenue. Bu yoqda kirganlaringda orqa tomonda mana residence zone yashovchilar uchun car parking qilib qo'ygan. Mana bunda mashinalar kiradi, chiqadi. O'zlari access karta beradi, spetsalni. Begona mashina kira olmaydi. Bunaqa to'siqlar bo'ladi, ko'rayotgan bo'lsanglar. O'sha access kartani faqat mashina yashaydiganlar kira oladi xolos. Va mashinasi qo'ya oladi. Bo'sh asosiy joyi. Demak, ichkariga kiramiz. Mana Suban Avenue. Qisqa qilib ko'rsatib ketaman mana. Ketish joyi. Do'konlardan nimadir olib kelsanglar, boshqa qilsanglar, mana buni joyiga qo'yasizlar. Soatlar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu asosiy mana kuzatuv joyi, kamera joyi, boshqalar. B3 deb nomlanadi. Bu aynan birinchi etaj emas, bu B3 eng oxirgi etaj. B4 eng oxirgi etaji, bu B3 oxirdan bitta oldingi. Bu yerda himoyachilar turadi, kamera 24 soat himoya bor bu yerda. 24 soat kuzatish tizimi bor. O'shalar bu yerda odamlar pochtalar kelsa, boshqa kelsa, mana blok C-niki, blok D-niki o'sha narsalar bo'lib ketadi. Pochtalar kelsa, boshqa kelsa. Bu yerda xabarlar kelsa, mana o'zlarining joyiga qarab, xonalariga qarab, qayerdagi, nimaniki, o'shalarga savol to'lovlar kelsa, qanaqadir xat kelsa, uyga o'shqa bo'ladi. Mana bu yerda bizniki bor. Mana shunisi bizniki. Ko'ryapsizlar? Shu bizning raqamimiz hisoblanadi. Endi mana shu joylar. Mana ikkita lift qo'yib qo'ygan. Biz hozir B3 damiz, mana o'sha, demak bunisi chiqadi. Hozir 5-etajga chiqamiz. Biz 14-etajda turaman. Mana access karta bilan ishlaydi, ko'ryapsizlar? Access karta bo'ladi. Access kartani bosasizlar, 5 ga chiqadi. 5 ga chiqadi. Bu yerda basseynlar bor, boshqalar bor, sharoitlar va komfortlar bor, shunday ko'rsatib qo'yaman. E'tibor bergan bo'lsanglar, to'r raqami yo'q. 13 A qilib qo'ygan. Xitoylar to'rni o'lim deb hisoblaydi. O'lim aytaylik ma'nosida ishlatishadi bo'lgan, shuning uchun to'r ishlatmaydi. Qo'yishadi. Bu yerda Xitoylar soni ko'p bo'lgani uchun va ta'sir o'tgani uchun shunaqa oldi qochdi ishlar qilib qo'yishdi. Lift ochildi. Mana bu 5-joy, 5-etaj. Asosiy joylari bu. Demak, bu yerda o'zlari servis qiladigan joylari va boshqalar, mana bu yerda bog'lar bor, boshqalar bor, kichkina bog'lar. Ertamanda toza havoda aylanib nima bo'lyapti deyishga. Mana bunaqa sharoitlar qilib qo'yishgan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana aytib o'tirib, men mana shu kontent ham qilganman-da, ishonsanglar. Mana shu yerda o'tirib bunaqa yozganman, Mahmud Darvishni gaplarini yozganman. Mana shu yerlarda narsalar bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqa imkoniyatlar, shunaqa aytaylik sharoitlar bor. Bu tomonlarni. Mana bu A bloki, bu D bloki, bu C bloki. Mana ko'ryapsizlar, blok qilib qo'ygan bitta apartment Suban Avenue deb nomlanadi. Misol C blogi, D blogi, B blogi, A blogi. To'rtta blokdan iborat. A B C D shunaqa. Mana bu yerda aytaylik turnik tortiramiz desanglar, boshqa qilamiz desanglar, mana bu yerda sharoitlar bor, komfortlar bor. Buruz qilaman deydiganlar uchun, boshqalar uchun, polvon bolalar uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Mana bunaqa daraxtlar bor. Toza havo boshqa qilish uchun bu yerda
24 soat aytdim, himoya tizimi bor. 24 soat himoyalanasizlar. Begona odamlar chiqa olmaydi. Bunaqa aksiz karta yo'q. Chiqqan taqdirda ham bu yerda 24 soat security aylanib yuradi, himoyachi. Aytaylik, xudo xolasa xavfsiz. Malayziya o'zi xavfsiz davlat. Hech qanaqa menga shu kungacha deyarli naqa bo'lmagan. Shuning uchun bu narsadan xavotir olmasanglar bo'ladi. Bunaqa o'yinchoqlar bor. Aytaylik, unaqa attraksionlar bor. Endi studentlar bu narsa chiqmaydi, prosta ko'rsatib qo'yapman, to'liqroq qiladi. Bunaqa qanchaylar o'tsa bo'ladi, taku. O'tirib bunday o'sha narsani o'tsa bo'ladi. 5-etajda bu. Mana bu old tomoni. Biz binomiz old tomonidan ko'rinish. Shu joylardan supermarketlarga, boshqalarga, bu joylardan esa o'qishga Intiga qarab ketamiz. O'ngdan qo'lim tutib turgan joy Inti kolleji. Shunaqa. Endi asosiy narsalar bor. Mana ko'ryapsizlarmi? U yerda odam ishlayapti, tozalayapti. Tozalovchilar borda, har bir joyni tozalab yurishaveradi. Shu. Shunaqa. Ajoyib. Mana bu yerda tozalovchilar bor. Asosan Nepaldan, Bangladeshdan, boshqa malaylar ham ishlaydi, kam. Ingliz tilini bilmaydiganlar shunaqa ikkinchi darajali ishlashadi, to'g'risi. Bu yerda ham lift bor. Tushib ketishga, haligi oziq-ovqat ketishga mana bu yerda ham qo'shimcha liftlar bor. Umumiy 8 ta, 2 ta bu yoqda, 2 ta bu yoqda, 2 ta. 8 ta lift bor. Men bilganim. Bu yerda mana Subhan Aminni aytaylik joyi, management ofisi. Vaqtlarni yozib qo'ygan. Qanaqadir problema bo'lsa yoki suv to'lovi bor, svet to'lovi bor, shunaqa allaqosh to'lovlarga shu yerdan qilinadi. Yoki bankomatdan qilsa ham bo'ladi. Mana endi asosiy joyga kelamiz. Wow. Men yoqtirgan joy. Ana ko'ryapsizlar? 5-etaj turibmiz hozir. Eng qizig'i 5-etajda Malayziyada basseynlar bo'ladi. Aynan ham 5-etajda emas. Umumiy binolarda basseyn ko'rish tabiiy holat. Qaylar endi go'zalligi. Wow. Mana bu yerda o'tirsanglar bo'ladi, boshqa bo'lsa bo'ladi. Do'stlar bilan taku shu yerda o'tirardik. O'tirib gaplashib boshqa qilardik. Bu yerda yosh bolalar uchun, chulimchaqalar uchun, bu yerda yosh kattalar uchun. Ma'lumot uchun meni ko'nmaydi, bu yog'imdan keladi shu. Chuqurroq qilishmaydi chunki Xitoylar suvdan qo'rqadi. Yana aytayapman, Xitoy ta'siri katta bu yerda. Xitoylar cho'kishdan qo'rqadi. Shuning uchun shunaqa qilib qo'ygan. Mana. Simple deb qo'yibdi. Plus nima degan? Mana shu sharoitlari, atmosferalar. Suvlar yangilanib turadi ba'zan. Qanaqa ma'noda yangilanadi? Bir tomondan kirib, bir tomondan chiqib turish sistemasi bor, lekin umumiy olganda bu taylarga apparatlar yurdilar. Bunday texnika yurlar. Bitta Bangladeshlik aka xonim bor edi. O'sha yerda edi. Bir haftada bir qilib turamiz, kamida deb. Mana bu yerda ham o'tirsa bo'ladi, boshqa bo'ladi. Xullas, basseynda maza qilib cho'milsanglar bo'ladi. Basseynda tekin, atmosferalar zo'r, sharoitlar bor, komfortlar bor. Mana basseyndə ko'rinishlari. Ha, aytgancha eng yoqimli tomoni bu yerda Wi-Fi bor. Hech ishlatmaganman, lekin Wi-Fi bor. No diving, kalla tashlama deyapti. O'lasan deyapti. O'liging kelsa kalla tashla deyapti. Mana bu yerda qanaqa qonunlari bor. Misol kiyimlar, biraz ochiq kiyimlar bunaqa mumkin emas, velosiped mumkin emas. Bunaqa cho'milish mumkin, it mumkin emas, it. Aytaylik shunga o'xshash oldi-qo'sh narsa. Yana yozyapti, kalla tashlama, o'lasan deyapti. Mana kuzatuv kameralari bor. Bu Ayombek mana. Ayombek savdo markasi. Bular shunaqa kalla tashlab bo'lmaydi. O'yladi odam. Mana yangilanib turibdi. 5
Basseyn sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qo'yamiz. Shaxsan menga yoqqan. Yana qo'shimchasi 5 etajda nimalar bor? Qanaqa komfortlar bor? Ko'rsatamiz. Demak, sizlar 5 etaj tushganlaringda mana bu yoqda tennis maydonlari bor. Tennis o'ynasalar bo'ladi. Tennisda o'ynab, taku boshqa qilsalar bo'ladi. Do'stlarlar bilan bu yer ochiladi. Va hozir yopiq, chunki abadda hech kim bunaqa tushmaydi. Ertamanda hech kim tushmaydi. Mana yerda jim bor. Ya'ni sport zali bor. Yuguradiganlari bor, boshqalari bor. Ko'rinishdan oddiy bo'lishi mumkin, lekin kачествоsi yomon emas. O'chkanlarigacha ketgan. Boshlang'ich hamma narsa qilsa bo'ladi. Eng qizig'i bularda vigvay doroshkasi eski bo'lishiga qaramasdan haligi yugurganda odamga havo yetishmay terlaydi-yu, sovuq havo haydab turadi yugurganlaringda, haligi vigvay doroshkasida yugurganman. Havo haydab taku atmosferani anaqa beradi. Yugurayotganlar atmosferasini berib, nafas olishlarini yaxshilaydi. Shunaqa sharoitlar o'ylab qo'yishgan daraj bilan. Bu bino adashmasam 2010-yilda qurilgan. 2010-yilda bino. Mana qaranglar, bunaqa joylari bor. Ular yuvishyapti hozir. Bunaqa joylari bor. Zo'ray. Shunday o'tirsa qo'y. Shunday o'tirganda odamga yoqadi. Nima narsalar qilib, telefonda nimadirlar ko'rib, gaplashib, boshqa qilib. Yoqimli joy, samolyotlar o'tib turadi. Har 5 minutda samolyot o'tib turadi tepadan. 10 minutda, yarim soatda. Samolyot o'tib turadi, toza havo. Qushlar sayrab turadi. Shunaqa ajoyib endi. Menga yoqadi. Bu yerda atmosferasi, men unaqa O'zbekistonni ko'rmaganman. Bunaqa yoqimli tabiat atmosferasini. Shunaqa. Yomg'ir yoqqanda ham juda mazza bo'lib qoladi. Endi asosiy joyi biz tugatadigan joyimiz, aynan eng kulminatsion joyi bu kvartiralar. Sharoitlar qanaqa? Demak, kvartiramiz, xonamiz yig'ishtirilmagan, biz to'g'risidan aytish kerak. Uncha yig'ishtirilmagan, shunga qisqa ko'rsatib ketaman. Hozir biz 5 ga chiqishimiz kerak. 5-etajga chaqirishimiz kerak. 5-etajga chiqadi. Endi 14-etajga chiqamiz. Biz eng yuqori 15-etaj bo'lsa bu yerda. Hozir biz turgan binoda 15-etajdan 14 da turamiz biz. Eng yuqoridan bitta pastda. Shunaqa. Liftgasimi? Yana aksesga bosamiz. Shunday qilib qo'yamiz. Ajoyib ekanmi? Ketyapti. Maksimal 15 ta odamni ko'tarar ekan bu lift, ya'ni 1 tonnagacha. 1 tonna endi 15 ta odam chiqmasa kerak, biroz soat bo'lsa. Endi shunday yozib qo'ygan qonuni bo'yicha. Mana bu yerda qo'qqis lift ishlamay qolsa, mana shunaqa telefon qo'yilgan. 61 bo'ladi. 3 mashina bo'lib 24 soat. Tushunamiz, xizmatdan qo'ying. Demak, chiqqanlaringda har bir etajda bunaqa atmosferani ko'rishinglar mumkin, boshqalar. Keyin bu yerda maxsus chiqin tashlash joyi bor. Sizlar xonalardan chiqasizlarda, shundan chiqin tashlaydigan joyga tashlab chiqib ketasizlar. Mana misol ochasizlar. Chiqindilar tashlash uchun joy bor, shuni tashlab ketasizlar. O'zlari olib ketishadi. Xodimlar o'zlari olib ketishadi. Mana bu yoqqa qo'y. Yozimlar qilib qo'ygan, mana Malayziyada 3 talik bo'lardi, 2 talik bo'lmaydi bizda. Eng qizig'i bunaqasi ham bor. Buni qilsa keyin ishga tushadi, buni qilsa ishga tushmaydi. Misol, aynaqa texnikalarni uzib chiqarish noqulay-yu. Mana shunda bunday qilib qo'yadi, bo'ldi. Buni qilsa ishlaydi, pastga qilsa. Yaxshi yo'l topishga O'zbekistonda ham shunday bo'lsa xohlardim. Mana binoimiz. Mana bashi bizni binoimiz, mana kameralar ko'ryapsizlar. Eng qizig'i baqa kaltam qo'yib qo'yganmiz. Nimagaligini tushunmaganman, baribir qo'yib qo'yganmiz. O'g'ri yo'q, boshqa yo'q, bir marta endi holat bo'lgan, shu bo'yi hamma kalit qo'yadi. Mana demak bu mana
Malayziyadagi kvartiralar shu atrofda bo'ladi. Bu aytaylik kichik joy, ozgina bo'lib qolgan, lekin boricha. Mana shu o'tirib choy ichsak bo'ladi. Bu yerda bizning tarozimiz bor. Bu yerda Wi-Fi bor. Mana har bitta uylarda Wi-Fi bo'ladi Malayziyada. Bu yerda umumiy zal, bu yerda kichkina o'tiradigan joy bor, zalda yotadigan joy bor. Atmosferani ko'rib, namni ko'rib sizlar bo'ladi. Bo'ladi. Demak, bu yerda svetlarni nastroyka qilish, mana bu yerda konditsioner, bu yerda ventilyator. Konditsioner ham ishlaydi, ventilyator ham ishlaydi. Demak, bu yoqda umumiy hojatxona bor. Umumiy hojatxona basseyn bor, dush bor. Bu small room, bu middle room, bu master room. Bu yerda hech kim turmayapti. Bu yerda men o'rtog'im Komil turadi, bu yerda men o'zim turaman. Ya'ni middle roomda Komil, master roomda men. Shunaqa qilib bo'lib tashlaganmiz. Bu endi qisqacha ko'rsataman. Ya'ni sharoitlari. Bu umumiy sharoitlar. Bu yerda naqasi bo'ladi. Dush qiladigan joyi bor, boshqalar bor. Men bu yoqqa kirmayman. Mana shu joyi bor. Qisqacha ko'rsatib qo'ydim. Hojatxona boshqalar. Bu yerda small room bor, kichik xona bor. Mana small room qana bo'ladi. Small roomda har bitta o'zi Malayziyada har bitta konditsioner bo'ladi. Mana small roomda konditsioner bor. Mana bunaqa yaxshi atmosfera bor. Ko'rib turganingdek. Mana bunaqa javon bor, bunaqa yotadigan joy bor. Standartda kichkina joy. Bu narxi 550 ringgit turadi. 550 ringgit oyga to'lash kerak. Bu suv, Wi-Fi balobatlardan tashqari kvartiraning o'zi narxi, sof narxi. Demak, bu yerda middle room bor. Middle roomda aytaylik turadi. Bundan nisbatan katta turadi. Bu mening xonam, master room. Bu mening xonam. Demak, bu mening xonam, svet yoqamiz. Mening xonamda alohida ventilyator bor, konditsioner bor. Demak, shunaqa sharoitlar bor. Mening xonamda 2 kishilik tubet bo'ladi, ya'ni er-xotin yotadigan deydimi, nima? Shunaqa katta divan bo'ladi, shunaqa meniki. Bu ham uzun. Bu qarshisidan katta, shunga esa kattaroq bo'lgan bizniki. Mana shu yerda yotaman. Bu yerda meni stolim bor. Bu yerda men ish qiladigan narsalarim bor, boshqalar bor. Bu yerda kitoblarim, konditsionerim va shunaqa narsalarim bor, javonlarim, kursiyalar bo'ladi, mana bunaqa narsalar qilib qo'yganmiz. Shunaqa. DJIdan buni. Bu yerda javonlar bor, mana kiyim idishga boshqalar. Mening xonam eng katta xona hisoblanadi va eng xonamning ustun tomoni tuvolet va banyas ichida. Endi bu joyda men tuvolet banyasni uncha yaxshi ko'rsatmadim, sharoitini bilmayman, tozami, boshqami men kirmayman umuman. Shuning uchun ko'rsatmadim, o'zimnikini to'g'riroq ko'rsataman hozir. Bunday qilib qo'yaylik. Student aytayim. Ventilyator ishlab turibdi. Shunaqa. Xonalar shunaqa sharoitda bo'lgan. Endi bu zo'r, men uchun shaxsan men uchun zo'r. O'zbekistonda yo'q bunaqa. Tan olish kerak, yo'q-da O'zbekistonda. Qaysi ma'noda studentlar uchun bunaqa turmaydi. Aynan xona zo'r bo'lsa ham, buna basseyn yo'q. Basseyni bo'lsa, xonasi bunaqa emas. Trenajyorniy zallari yo'q. Eng muhim Malayziyaning atmosferasi yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Demak, bu bunday qilsak, demak hozir ichkan svet yonadi. Bu bunday qilsa, demak hozir ichi ishlamayapti. Mana o'zi issiq suv chiqadi. Ochamiz. Bu meni hojatxonam va banyam. Demak, Malayziyadagi master roomda banyasi va hojatxonasi deylik. Har narsalar texnikalar saqlab qo'yganmiz. Takoy tozalik, ozodalik degan ma'noda mana ko'rsatib, top-toza qilib ortiq mana narsalar olib kelib qo'yganman. Juda chiroyli narsalar. Mana o'sha
Birinchi, ikkinchisi mana unga ishlataman, mana unda artaman. Bu endi bilasizlar nimaga yo'qmiz, bunaqa tozalik muhim. Toza turish kerakda bular joy. Albatta, ilib qaraslar cho'milayotganda boshqalarda. Mana bunaqa narsalar bor. Bunga takvimli ish qilib beriladi, sekin. Mana bunaqa narsalar. Mana bu yerda faqat shu yerdan issiq suv chiqadi. Menga yoqmaydigan tomoni shunda. Aydan faqat shundan issiq suv chiqadi, bu yerda issiq suv chiqmaydi. Ko'ryapsizlar? Bu yerda oyna bor. Ikki marta to'g'ri qilish uchun bunaqa cho'miladigan suv chiqadi. Bu yerda suvlar ham aytda to'klar, razvedkalar bor boshqalarga. Xullas yaxshi. Bu xonaga men ancha mehr berganman, tozalaganman, islarni olib, kansalar ichlarigacha hamma yo'q qilib. Bunaqa plastar sotib olganman, ko'ryapsizlarmi? Xonaga o'zgacha go'zallik berib turibdi. Xonaga o'zgacha go'zallik berib turibdi. Aynan shu go'zallikni men sotib olganman, yaratganman, ichkariga naslab olganman. Tuvaletlar ko'rib bo'lmasdi, dushlar tozalab, endi sekin akkuratli bo'lganmiz yoshligimizdan. Shunaqa narsaga o'rgatilinganmiz, tarbiyalangan, shunaqa yaxshi sharoitda o'sganimizga shunaqa sharoitda qilib qo'yganmiz. Xudo xohlasa. Demak, mana bunaqa xonada bunaqa razyonliklar bo'ladi. Bu yerda ham bor, bu orqa tomonda ham bor. Shunaqa konditsionerlar ham ishlaydi. Yoqibamiz, bizdan nima ketdi? Bu yerda narslarim, bunaqa telefon qo'yamiz. Kitob o'qiyotganda shuni yoqib qo'yaman. Tako bo'ladi. Yerda telefonim ham bor. Qo'shimcha narsalar turibdi. Ozgina yig'ishtirilmagan xonam, lekin yomon emas. Mana narsa olib qo'yishim kerak. Shunaqa. Demak, asosiy narsaga qaytamiz. Puli qancha? Eng asosiy narsa bu pul hisoblanadi bizda. Pulni aytsak keyin yaxshi bo'ladi. Demak, men xonam master room bo'lgani uchun 750 ringgit to'layman. 750 ringgit bu $170 $170 atrofida chiqadi. Ha, $170 atrofida 750 ringgit hozir. 170 $. Sherigim 650 ringgit to'ydi. Uning xonasida ventilyator yo'q, alohida tuvalet baniyasi yo'q. U 650 ringgit to'ydi. Mendan 100 ringgit, ya'ni $15 arzon to'laydi. $20. Va master small room bor, 550 ringgit to'ydi. U $130 shuna bo'ladi. Pastda narxlarni ham yozib qo'yaman. Xullas, to'liq yozib qo'yaman. 550, 650 va 750. Meni xonam eng zo'ri, puliga ham juda mos deb o'ylayman. Aynan tuvalet baniyasi bo'lishi, bezovta bo'lmasligi, faqat o'zingizlar kira olishinglar, bu xonaga hech kim kira olmasligi va bunaqa yotadigan aytaylik yotoqxonalar. Bu meni eng yoqtirganim shu, chunki men kelganimda to'g'risi mana shu small roomda turganman. 5 oy, 6 oy shu small roomda turganman. Kichkina xona bor ko'rsatdim, shu bo'yman 185, oyog'im chiqib turardi unaqasidan. Bundan sal yaxshi bunaqa sharoitlar bu, oyoqlarni bemalol yotib yozib olaman. Mana Malayziya ham bolishlari bilan asli olganmiz. Bu yerda ham bolish bor, bu yerda ham bor. Xullas shunaqa. Ha, aytgancha yana bir narsa esimdan chiqdi. Aytish, demak, Malayziyaning uylarida kir mashinalar bo'ladi, tabiiyki, kir mashinalar bo'ladi. Uni ko'rsatmadim, sabab ozgina atroflari bardagroq edi. Kir mashinalarimiz bor. Dazmolim bor, mening aytda dazmolim bor. Shunga o'xshash narsalar bor. Ya'ni kir mashinalari ham bor demoqchi edim. Sharoitlar qilib qo'yilgan. Shu. Demak, bugungi Subhan Avenue Malayziyadagi uylarga bo'lgan sayohatimiz tugadi. Men endi uylar ichlarigacha tuvaletlarigacha ko'rsatdim. Что erta kimni ko'rsa, his qilsin, tushunsin deya. Videoni ko'rsatishdan hech qanaqa maqtanish yo'q, boshqa yo'q, niyat to'g'ri. Yana biz shunday uylarda yashaymiz degan narsa yo'q. Shunchaki studentlar kelganda qanday uyda yashashni bilishinglar uchun bu informatsion blok bo'ldi. Demak, video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Video yoqsa nima qilishni o'zingizlar bilasizlar. Do'stlar bilan ulashib qo'yinglar. Malayziyaga kelmoqchi bo'lgan do'stlar bilan
va shu Intiga universitetlarga kim ochib bo'lgan do'stlarga ulashsanglar yaxshi bo'ladi. Videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.